Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar, Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga buyuk bobomiz Amir Temurning Temur tuzuklari nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Temur tuzuklari bu buyuk sarkarda Amir Temur tomonidan yozilgan muhim tarixiy asardir. Ushbu kitobda davlatni boshqarish, harbiy tartib-intizom va adolatli hukm yuritish qoidalari bayon qilinadi. Asar ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismida Temurning hayoti va yurishlari, ikkinchi qismida esa davlat boshqaruvi haqidagi qonun qoidalari keltiriladi. Unda hukmdor qanday bo'lishi kerakligi, qo'shin qanday tartibda boshqarilishi va xalq bilan munosabat qanday bo'lishi lozimligi tushuntiriladi. Bu asar o'sha davr siyosati, harbiy san'ati va boshqaruv tizimini o'rganishda juda muhim manba hisoblanadi. Aziz kitobxonlar, Amir Temur bobomizni kitoblarini o'qishni xohlasangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.